alaykum, hurmatli ustozlar, aziz o'quvchilar, qadrli mehmonlar. Bugun biz buyuk mutafakkir, ulkan davlat arbobi, Turkiy adabiyotining sultoni, dunyo adabiyoti tarixida o'chmas iz qoldirgan Alisher Navoiy tavalludi munosabati bilan tashkil etilgan ma'naviy, ma'rifiy tadbirda jam bo'ldik. Alisher Navoiy hazratlari o'zining boy ilmiy, ma'naviy merosi, bebaho asarlari va insonparvar g'oyalari bilan nafaqat o'zbek xalqi, balki butun insoniyat madaniyatiga ulkan hissa qo'shgan buyuk zotdir. U kishining asarlari orqali ezgulik, adolat, ilmga muhabbat, vatanparvarlik va inson qadri ulug'lanadi. Bugungi tadbirimizdagi buyuk mutafakkir hayoti, ijodiga nazar tashlaymiz. Uning asarlaridan namunalar tinglaymiz hamda Navoiy merosining bugungi yoshlar tarbiyasidagi ahamiyati haqida so'z yuritamiz. Keling, barchamiz birgalikda Alisher Navoiy qoldirgan ma'naviy xazinadan bahramand bo'laylik va uning nurli g'oyalarini qalbimizga singdiraylik. Tadbirimizga xush kelibsizlar. Kecha kelgumdur divon ul sarvi gulru kelmadi. Ko'zlarimga kecha tong otquncha uyqu kelmadi. Lahza chiqdimu chekdim yo'lida intizor. Keldi jon og'zimga-yu ul shuhbatku kelmadi. Orazidik oydin erkanda gar etdi ixtiyor. Ro'zg'orimdek ham ulg'onda qorong'u kelmadi. Ul parivash hajridan kim yig'ladim devona bor. Kimsa bormikin anga ko'rganda kulgu kelmadi. Ko'zlaridan necha suv kelgay deb o'ltirmang meni. Kim bori qon erdi kelgach bu kecha suv kelmadi. Tolibi sodiq topilmas, yo'qsa kim qo'ydi qadam. Yo'lga kim avval qadam ma'shuqi o'tiruv kelmadi. Ey Navoiy bodi birla, Qur'on et ko'ngil o'yin. Ne uchun kim boda kelgan, uyga qayg'u kelmadi. G'urbatda g'arib shodmon bo'lmas emish. El anga shafiq u mehribon bo'lmas emish. Oltin qafas ichra